Kimmi mana shu yerda 3 qizi bor? 3 qizi bor ota bormi? 3 qizi bor otaga Alloh va uning rasulidan xushxabar bor. 3 ta qizi bor otaga Alloh va uning rasulidan xushxabar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kimni 3 qizi bo'ladigan bo'lsa, odobli, axloqli qilib tarbiyalab o'z o'rniga berib qo'yadigan bo'lsa, jannat vojib dedilar. Jannatga kiradi dedi. 3 ta qizi bor otaga jannat vojib. Shu gapni aytsalar bir sahoba aytadi, 2 ta qizi bor ekan-da. O'rnidan turib aytadiki, "Ya Rasululloh, 2 ta qizi bo'lsa-chi?" deydi. 2 ta qizi bo'lsa ham jannat vojib dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Odobli qilib, axloqli qilib tarbiyalab, o'z o'rniga berib qo'yadigan bo'lsa jannat vojib. Ana shu yerdagi qavm aytadi. Rasulullohning muhabbatlari, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mavoddatlari shu darajada ediki, bitta qizi bo'lsa-chi deb so'rasak, bitta qizi bo'lsa ham jannat vojib dermidilar deb o'ylab qoldik. Bu degani bitta qizi bor otaga ham jannat vojib deydi.